Yomg'irmi, yo qormi, doim sen bilan birgamiz. Barchaga assalomu alaykum. Ramazon muborak bo'lsin. Hurmatli andijonlik futbol ishqibozlari, sizlarga bitta chiroyli gapim, indingi futbol. Andijon jamoamiz Qo'qon shahrida, Qo'qon jamoasi bilan to'qnashadi. Xudo xolasa sizlardan iltimos qilamiz. Borib kelish, qanaqa safar, yo'llarda chiroyli bo'lib, tartiblik borgandan keyin ham chiroyli ravishda qo'llab-quvvatlab Andijonda balishlar birasida hozir nomer 1. Xudo xolasa chiroyli qo'llab-quvvatlasanglar hammasi yaxshi. Endi ikkinchi masala, ertaga xudo xolasa ko'pchilik biletlar so'rayapti. Shu yerga chiptalarda mana shu Bobur arenaga olib keltiramiz. Shu yerda sotiladi biletlar. Keyin yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, bu yerlarga xudo xolasa nimalarni ham o'ylab qo'yganmiz. Shuning uchun qo'rqmasdan bizgaligi zontik ham kerak emas bo'ladi. Faqat oldinga bosamiz. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun qo'llab-quvvatlaymiz. Kuch birlikda Andijon chempion. Davay, olg'a bosamiz.